Annyeonghaseyo 여러분. Biz sizlar bilan bugun SK imtihonining marakaviy savollarini ko'rib chiqamiz. SK imtihoni 4 taga bo'lingan: ilgi, titki, sigi, yana marakaviy bor. Ya'ni biz marakiyni bugun ko'rib chiqsak, marakiyda chungi shikan bilan tetap shikan narsasi bor. Ya'ni kirganingizda kompyuterga qarab o'tirasiz, kompyuterda siz ko'rinasiz, yarim qismida esa mana shu vaqtlar ketadi va savollar kompyuterda ketma-ket ko'rinadi. Vaqt tugagandan keyin bu savol boshqa savolga o'tib ketadi. Ya'ni siz chunbi shigan, ya'ni tayyorlanish vaqtida gapirsangiz ular qabul qilmaydi. Siz faqatgina tetap shiganda gapirishingiz kerak. Marakaviy 8 ta savoldan iborat va biz sizlar bilan birinchi qismini ko'rib chiqamiz. Kreml pogo marhagi, ya'ni bu yerda rasmga qarab gapirishimiz kerak. Rasmga qarab gapirishda bizda chunbi shigan tayyorlanish vaqti 20 sekund, tetap shigan esa 20 sekund. Ya'ni 20 sekund sizga tayyorlanishingiz uchun vaqt beradi. Rasmga qarab nimalar borligini bilib olishingiz uchun vaqt beriladi. Va tetap shigan boshlanganda, ya'ni 20 dan 0 gacha orqama ketin, ya'ni orqaga sanoq boshlanganida siz tetap shiganda gapirishingiz mumkin. Chunbi shiganda gapirsangiz qabul qilmaydi. Xo'p, bizda rasmga qarasak, chiroq, soat, stul, daftar, kiyim, yana mushuk, kravat, deraza, ya'ni mana shu narsalar bor. Mana shu narsalarni bir-biriga bog'lab turib, korektchalab gapirishingiz kerak bo'ladi. Bilganlaringizni gapirsangiz, nutqingiz ravonligiga qarab va shu narsalarni ikkita uchta gap bilan ifodalay olganingizga qarab va 20 sekundning ichida gapingiz tugaguncha gapirsangiz hisobga olinadi. Nuqtagacha gapira olmagan vaqtingizda hisobga olinmaydi. Xo'p, misol uchun che pang iyo, ya'ni bu mening xonam deb gapirsangiz bo'ladi. Mening xonamdaman desangiz bo'ladi. yokida 제 방에 옷장시계, 의자, 책상과 침대가 있어요. 제 방이 너무 빛이 와서 질문이 여보요. 제 고양이 의자를 아래 있어요. ya'ni bu yerda nimalar borligini va mushuk stolning pastidaligini, parta ustida daftar borligini aytsangiz ham bo'ladi. SK imtihonining marakaviy ikkinchi savolida chilmune tetapagi, ya'ni sizga savol beradi, siz unga javob berishingiz kerak. Chunbi shigan 20 sekund, tetap shigan 30 sekund, ya'ni 20 sekund tayyorlanasiz va tetap shigan vaqtida siz 30 dan 0 gacha sanoq ketayotgan jarayonda siz savolga javob berishingiz kerak. Savolga javob berganda ikkita uchta gap bilan ifodalasangiz bo'ldi. Uzundan uzun gaplar shart emas. Misol uchun chumale iljik ironayo, chumale putong mo'xeo, ya'ni hafta oxirida erta uyg'onasizmi? Chumale putong mo'xeo, hafta oxirida odatda nima qilasiz? Ya'ni bu yerda yolg'on gapirishingiz kerak. Marakiyda erta uyg'onmasangiz ham erta uyg'onaman va chumale putong mo'xeo, odatda nima qilasiz deganiga hafta oxirida odatda do'stlarim bilan kutubxonaga borib kitob o'qiyman desangiz mantiqqa to'g'ri bo'ladi. SK imtihonining marakaviy 3-savolida Kreml pogo tehwa haki turibdi, ya'ni rasmda, ya'ni savol beriladi. Bunda ham savolga javob berishimiz kerak. Rasmga qarab savolga javob berishimiz kerak. Chunbi shigan bizda 30 sekund, tetap shigan bizda 30 sekund. Ya'ni bu yerda o'zika apsayo, ya'ni qayeringiz og'riyapti degan savolga javob berishimiz kerak. Qayeringiz og'riyapti deganiga bu qizimiz tomog'ini ushlab olgan, ya'ni tomog'ini ko'rsatib turibdi. Siz tomog'im og'riyapti deb gapirishingiz kerak. Agar sizga boshqacha tushishi mumkin, boshqacha tushganida oyog'ini, qo'lini yoki boshini bintlab olish mumkin. Ana o'shanda siz bilishingiz kerakki, shu yeri og'riyotganligini gapirib berishingiz kerak. Misol uchun, 어제에서 머리가 아파요. 저녁에 밤 머리가 아파서 잘 안 자요. 그리고 오늘 가요. ya'ni kecha boshim og'riganligi uchun kechki payt uxlay olmaganligim sababli mana shu sizning oldingizga keldim yoki kasalxonaga keldim deb javob bersangiz bo'ladi. 4-savol bizda Kreml pogo sunsoteро 이야기 말들기, ya'ni bu yerda rasmga qarab gapirishimiz kerak. Rasmlar ketma-ketligida berilgan, biz rasmlar ketma-ketligida gapirishimiz kerak. Chunbi shigan 50 sekund, tetap shigan 60 sekund. Bizda Minnu ismli odam bo'ladi. Bu o'zgarmaydi. Oldingi SK imtihoniga kirib chiqqanimda ham Minnu ismi bo'lgan. Ya'ni biz kirganimizda Minnushi bilet olgani va avtobusga chiqib kechki uxlab qolgani, ya'ni kinoteatrga kech qolgani, keyin oxirgi rasmda qizi bilan, ya'ni Yojo Chingusi bilan kino ko'rayotganligi tasvirlangan edi. O'shani ketma-ketlikda aytib o'tganmiz. Bu yerda sabzavotlar va ovqat pishirganlari to'kib qo'yib, oxiri suv bilan non yegani tasvirlangan. Siz o'shani ketma-ketlikda gapirib berishingiz kerak. Siz gapirishingiz uchun tetap shiganda 60 sekund beriladi. 5
eski imtihonida pego hayo malhagi ya'ni 45 sekund, tetapchigan 60 sekund. Bu 5-sida ikkita narsa beriladi. Siz ikkita narsani bir-biriga taqqoslab poda grammatikasini ishlatishingiz kerak. Ya'ni ga qaraganda iPhone'ga qaraganda Samsung yaxshi, iPhone'ga qaraganda Samsung arzonroq yokida Samsungga qaraganda, ya'ni Samsung poda, iPhone kameralarga boyo, ya'ni iPhone'ning kamerasi yaxshi, chiroyli, sifatli deyishingiz mumkin. BMW yoki Mersni taqqoslashingiz mumkin. Ya'ni ikkita narsa bir-biriga o'xshash, ikkita narsa. Bu rasmda simli quloqchin bilan simsiz quloqchin berilgan, sizga boshqa mavzu ham tushib qolishi mumkin. 6-si yo'lli halqagi, ya'ni 40 sekund, tetapchigan 60 sekund. Bu yerda sizga chiroyli qilib taklif yozgan bo'ladi. O'sha taklifni siz muloyimlik bilan rad etishingiz kerak. Ya'ni uzrdan boshlaysiz, miyani yo'q deysiz, kechirasiz deysiz. Agar tekstni tushunmasangiz, tarjimasiga nimaga chaqirayotganligini, qachon chaqirayotganligini bilmasangiz, shunchaki miyani yo'q, shigani obsoyo, ya'ni cheshgani soyo, obsoyo, mening vaqtim yo'q. Shuning uchun, ya'ni kreso ibon tumale kaji kayo keyingi haftada birga boramiz deb tugatishingiz mumkin.